Biznesga kirish fanimizda 7-mavzu, ya'ni biznesning moliyaviy faoliyati va kredit bilan ta'minlash shakllarini birgalikda o'rganib chiqamiz. Demak, biznesning moliyaviy faoliyati nazariyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dastlabki holat bo'yicha bozor iqtisodiyoti sharoitida tovar, pul munosabatlari amal qilish moliyaviy zaruratini ifodalaydi. Ya'niki muomala doirasida tovar xarid qilinadi, sotiladi va bu jarayon yana takrorlanadi. Ya'niki moliya iqtisodiy kategoriya sifatida xalq xo'jaligida pul resurslarini hosil qilish, ularni taqsimlash va ishlatish sohasidagi iqtisodiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda moliya yalpi ichki mahsulot va milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlash natijasida turli markazlashgan va markazlashmagan pul fondlarini tashkil etish va ulardan foydalanishdagi pul munosabatlari hisoblanadi. Moliyaviy majburiyat kelgusida to'lashni, ya'ni pulni to'lashni bo'yniga olish, bugungi moliyaviy bozorda olinayotgan pul kelgusida to'lash holati bo'yicha moliyaviy vositachi rolini bank o'ynaydi. Ya'ni moliyaviy bozor ishtirokchilari ikki guruhga asosan bo'linadi. Ya'ni birinchisi harakatdagi sektor, ikkinchisi moliyaviy vositachilar. Biznes faoliyatini doimo o'z foydasidan kelib chiqqan holatda davlat solig'i, bank kredit foizlari, aksionerlarga dividend to'lash zarur hisoblanadi. Moliyaviy sohada yutuq keltiruvchi omillarga vaqt omili, tavakkalchilik omili va inflyatsiya omillari kiradi. Investitsiyalarning mohiyati, asosiy turlari va tuzilish holati bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilgan. Ya'ni har qanday korxona o'z faoliyatini boshlashi, kengaytirishi va yangilashi uchun investitsiyalarga zarurat albatta sezadi. Ya'ni investitsiyalar korxonalarni rivojlantirish, mamlakatda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning bosh omillaridan biri hisoblanadi. Ya'ni investitsiyalar deganda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish, ishlab turgan quvvatlarni saqlab turish va rivojlantirish, ishlab chiqarishni texnik tayyorlash, foyda olish hamda atrof muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy kabi boshqa yakuniy natijalar olish maqsadida turli dasturlar yoki alohida tadbirga, ya'ni o'sha loyihalarga sarflanadigan mablag'lar tushuniladi. Investitsiyalar o'z ichiga foyda, ya'ni daromad olish va ijtimoiy samaraga erishish maqsadida tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlariga sarflangan pul mablag'lari, shuningdek maqsadli bank omonatlari, demak va aksiyalar, boshqa qimmatbaho qog'ozlar, texnologiyalar, mashina va uskunalar, litsenziyalar, shu jumladan tovar belgilari, kreditlar va har qanday boshqa mulk va o'sha mulk huquqlarini hamda intellektual boyliklarni o'z ichiga oladi. Keyingi slaydimizda sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va funksiyalari, ya'ni shu sug'urta haqida kengroq ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sug'urta bu ijtimoiy munosabatlarning tarixiy kategoriyalaridan biri hisoblanadi. U jamiyat qurilishining ilk davrlaridan yuzaga kelib, asta-sekin ijtimoiy ishlab chiqarishning ajralmas hamrohiga aylanadi. Sug'urta iborasining birlamchi ma'nosi, ya'ni o'sha qo'rquv, ya'ni o'sha so'z strah so'zidan bilan bog'liq. Albatta, mulk egalari bir-birlari bilan ishlab chiqarish munosabatlariga kirishar ekanlar, mulkning saqlanishiga, tabiiy ofatlar, yong'in, o'g'irlik, ijtimoiy hayotning boshqa ko'zda tutilmagan xavf-xatarlari natijasida yakson bo'lishi yoki yo'qotilishiga nisbatan qo'rquv his etganlar, shu hisobiga ijtimoiy ishlab chiqarishning tavakkalchilik xarakteri bu mulk egasi va tovar ishlab chiqaruvchining moddiy farovonligi uchun xavotirlanishning asosiy sababchisi hisoblanadi. Shu asosda moddiy zararni manfaatdor mulk egalari o'rtasida birgalikda qoplash g'oyasi yuzaga keladi va shundan keyin sug'urta holati shakllangan. Sug'urtaning sohalariga bo'lish asosida ularning obyektlari bo'yicha farqlanishi holati mavjud.
bu omilga mos ravishda barcha sug'urta manbalarini yig'indisini quyidagi tarmoqlarga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 4 ta holat bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Mulkiy sug'urta holati, shaxsiy sug'urta holati, javobgarlik sug'urtasi, tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasi, mulkiy sug'urta obyekti moddiy qiymatlar hisoblanadi. Ya'ni shaxsiy sug'urtada fuqarolarning hayoti, sog'lig'i, mehnat qobiliyati, javobgarlik sug'urtasida esa obyekt bo'lib sug'urtalanuvchilarning turli javobgarliklari, mas'uliyatlari hisoblanadi. Tadbirkorlik tavakkalchiliklarni sug'urtalash esa obyekt vazifasini tadbirkorlik ishlari bo'yicha turli tavakkalchiliklarga bajaradi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Aynan sug'urta bozorining obyektlari quyidagilardan iborat. 6 ta obyektni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi bu yerda o'sha o'z manfaatlaridan kelib chiqib sug'urta himoyasi bo'yicha xizmatlarni sotib oluvchilar, ya'ni sug'urtalanuvchilarni hisoblaymiz. Bunday xizmatlarni ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar holati bo'yicha mazkur shaxslar o'rtasidagi vositalar bo'yicha sug'urtalangan shaxslar holati, manfaatdor shaxslar va uchinchi shaxslar holatiga bo'lib ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi slaydimizda kichik biznes va tadbirkorlikni kredit bilan ta'minlash holati bo'yicha tariflar ko'rib o'tamiz. Ya'ni kredit jismoniy va yuridik shaxslarni vaqtinchalik bo'sh mablag'larni muayyan tamoyillar asosida qaytarish sharti bilan foydalanishga berish jarayonida vujudga kelgan iqtisodiy munosabatlar majmui hisoblanadi. Kreditning asosiy vazifasi pul vositalarini qaytarib berish sharti bilan tadbirkorlar, kichik biznes korxonalari, tashkilotlar, tarmoqlar va shirkatlar orasidagi taqsimlash, vaqtincha bo'sh pul mablag'larini samarali ishlatishdan iborat hisoblanadi. Ya'ni kreditning boshqa vazifasi bu haqiqiy pullarni kredit pullariga, ya'ni banknotlarga, kredit operatsiyalariga, ya'ni naqd pulsiz hisob-kitoblarga asosan almashtirishdan iborat hisoblanadi. Yuridik yoki jismoniy shaxslarga qarzga vosita beruvchilar, demak kreditorlar va kredit oluvchilar, ya'ni zaymchilar deb ham atashimiz mumkin bo'ladi. Va quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkin moliyaviy ta'minlashning imkonli manbalari, ya'ni moliyaviy ta'minlashning imkonli manbalari holati bo'yicha bir qancha holatlar keltirishimiz mumkin. Bulardan asosiysi o'sha investitsion kompaniyalar, investitsion fondlar, do'st va tanishlar, xayriya tashkilotlari, ishlovchilar, dastgoh ishlab chiqaruvchilar, davlat, xalqaro jamiyat tashkilot va idoralar, kichik biznesni qo'llash dasturida ishtirok etuvchilar, trans kompaniyalar va banklarning trust bo'linmalarini, xaridorlar, mahsulot beruvchilarni, kredit uyushmalari, tijorat banklari, moliyaviy kompaniyalar va investitsiya kompaniyalarni kirgizishimiz mumkin bo'ladi albatta. Va keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirish uchun beriladigan kreditlarning muddatlari bo'yicha turlar. Ya'ni kreditlarning muddatlari bo'yicha turlar ikki xil holatda: qisqa muddatli kreditlar, ya'ni 12 oygacha, uzoq muddatli kreditlar 1 yildan ko'p muddatga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi slaydimizda tadbirkorlik faoliyatini kreditlash tamoyillarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni kredit tamoyillari to'lovlilik, ya'ni ta'minlanganlik, muddatlilik, qaytarish va maqsadli faoliyatlari bor. Keyingi slaydimizda kichik biznes va tadbirkorlikning mikro moliyalash holatini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kichik biznesni yuritishga mablag' jalb etishning bir yo'nalishi mikrokreditlar hisoblanadi. Mikrokredit bu qarz oluvchiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun eng kam shaxsining 1000 baravar holati bo'yicha miqdoridan oshmaydigan summada to'lovlilik deb aytiladi. Va bu yerda mikroqarz va mikro lizing holatlarini ko'rishimiz mumkin. Kredit mablag'lari va ularni berilish tartibini ham bu yerda aytib o'tganmiz. Ya'ni kredit olish uchun qarz oluvchi o'zining qarz oluvchi moliyaviy va ishlab chiqarish imkoniyatlarini baholash va o'z uchun quyidagilarni aniq belgilab olishi shart. Ya'ni bu yerda shartli holat to'g'risida vaziyatni olganmiz. Birinchisi o'z mahsulotini sotilish holati bozorda, ya'ni talab va taklif bo'lgan
ta'minlash holati. Ikkinchisi loyihani ishlash uchun kerak bo'ladigan tovar moddiy boyliklarni, shuningdek tayyor mahsulotni sotish uchun zarur bo'lgan shartnomalarning mavjudligi. Uchinchisi kreditlanayotgan tadbirlarning samaradorlik holati, hisob raqamiga pul mablag'lari kelib tushishining davriylik holatlari, kredit va uning foizlarini so'ndirish manbalari, kredit uchun to'lanadigan to'lovni hisoblash va uning davriyligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi demak rasmda tadbirkorlik subyektlari tomonidan kredit olish uchun taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tadbirkorlik subyektlari tomonidan kredit olish uchun taqdim etiladigan hujjatlar, bu yerda yuridik shaxs maqomini olib faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun dastlab o'sha kredit olish uchun ariza topshirishadi. Pul oqimlari taxminiy hisobini, biznes rejasiga ko'rsatadi, o'z moliyaviy va ishlab chiqarish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Oxirgi hisobot sanasiga moliyaviy hisobotlarni taqdim qiladi va kredit ta'minoti bilan bog'liq hujjatlarni ham taqdim qiladi. Endi yuridik shaxs maqomini olmasdan faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlariga aytiladigan bo'lsa, kredit olish uchun ariza topshiradi. Ular ham o'sha biznes rejani, kredit ta'minoti bilan bog'liq hujjatlarni ham ko'rsatadi va shu bilan birga bank tomonidan loyihani to'liq tahlil qilish uchun lozim bo'ladigan boshqa jihatlar talab qilinishi ham qo'shimcha tarzda mumkin. Ushbu yerda aytaylik, o'sha kichik biznes va xususiy tadbirkorlik kreditlari bo'yicha umumiy talablarni ko'rib o'tamiz. Kichik biznes xususiy tadbirkorlik kreditlari holati bo'yicha zarur hujjatlar izohi berilgan, kredit ta'minoti, kredit foizlari, muddatlari, boshlang'ich to'lovlari, kredit miqdori va kimlarga berilish holatlari aytib o'tildi. Va ushbu rasmga ko'rishimiz mumkin kichik biznesni kredit bilan ta'minlash shakllari haqida. Ya'ni kredit bilan ta'minlash shakllari asosan o'sha 6 ta holat, ya'ni birinchisi demak notijorat tashkilotlar orqali kredit bilan ta'minlash, xalqaro kredit liniyalari orqali ta'minlash, davlat orqali kredit bilan ta'minlash, kredit idorasi, korxona, xususiy mulkdor shaxslar holati bo'yicha bank orqali kredit bilan ta'minlash va tijorat tashkilotlari orqali kredit bilan ta'minlash holatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi slaydimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni banklar tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun berilgan imtiyozlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni diversifikatsiya qilish bo'yicha ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni o'sha mahsulot turlarini, assortimentlarini ko'paytirish haqida so'z yuriyapti. Hurmatli qog'ozlar tushunchasi va ularning ahamiyati. Birinchi navbatda ko'z oldimizga o'sha aksiyalar keladi. Ya'ni aksiya nima desa, aksiyaga qisqacha ta'rif berib o'tamiz. Ya'ni bu demak hissadorlik jamiyati mablag'iga qo'shilgan ulushning ifodalovchi, uning egasiga sof foydaning bir qismini olish va ushbu jamiyatni boshqarishda qatnashish huquqlarini beruvchi qimmatli qog'ozga nisbatan aytiladi. Demak, yuqorida berilgan ma'lumotlarimiz asosida qisqacha xulosalar berib o'tamiz. Ya'ni bozor iqtisodiyoti sharoitida tovar va pul munosabatlari amal qilish moliyaviy zaruriyatini ifodalaydi va moliya bozori pul bozoridir deb ham aytilyapti. Bundan tashqari yana sizlarga mavzu matni ham ushbu prezentatsiyadan keyingi holatda yuklangan va testlar ham mavjud va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini axborot manbalari ham berib o'tilgan. Ulardan foydalangan holatda